man 28 Petel degan klubga a'zoman. Bu a'zolik bilan juda faxrlanaman. Во всем мире существуют такие клубы, которые помогают недоношенным деточкам, деточки рождаются менее 2 килограмм на ранних сроках беременности и не могут сами себя согревать. Поэтому мы им помогаем и вяжем такие нужные вещи, как жилеточка, носочки, шапочка. O'sha paypoqchani birinchi to'qishi boshlaganda 28 petlidan boshlanadi. Hozir hamma aytishi mumkinki, biz уже 24 petliga o'tamiz. Shunchalik kichkina. Men masalan o'sha roddomga borib, o'shalarni ko'rganimda, prям yig'lab yuboradiganman-da. Afsuski, bunaqangi chaqaloqlar srokidan oldin tug'iladiganlar anchagina ko'p ekan. Endi bilasizlar, kuyezlarda yotadi, alohida ular ko'pincha termoregulyatsiyasini o'zi qila olmaydi, to'sili sovqatadi. Endi bunaqangi kichkina jajjiligi kiyim ham yo'q. O'shalar uchun biz kiyim to'qiymiz. 100% jundan. Nimaga jun qichitadi deyish mumkin. Именно shu qichitish kerak. To'z qichitib, nima deydi? O'sha termoregulyatsiyalarni to'g'rilaydi-da. O'sha kichkina tug'ilgan chaqaloqlarimizni o'sib rivojlanishida juda ham katta yordam beradi. Aytganimdek, avvalambor o'sha issig'ini ushlash uchun bola issig'ini yaxshi ushlagandan keyin albatta uni boshqa energiyasini o'zini nima deydi, ovqat hazm qilishiga, vazn qo'shishiga ishlatadi, sarf qiladi. Bu o'rinda mana shu sizlarni olib kelayotgan bizga kiyimchalaringlar juda ham katta yordam beradi. 2 раза в месяц у нас проходят встречи. Мы собираем связанные вещи, которые стираются детским мылом, упаковываются в пакеты, вставляется вкладыш, пожелания мамочке и новорожденному ребеночку. Hurmatli ona, biz bu kiyimchalarni sizga farzandingiz uchun jun ipdan to'qidik. Biz sizga keyin o'zingizni niyatingizni aytasiz-da, tezroq sog' bo'lib, banjdan chiqib o'yingizga yetib olishingizni iliq muhabbat bilan 28 Petel O'zbekiston. Mana bu yili, yo'da bu yil emas, mana bu oy Nukusga ham ketdi posilka. Birinchi marta Nukusga ketdi. Atak Vodiyga ham boradi, boshqa shaharlarga ham, Qarshi, Jizzax, Bekobod, Samarqand, Buxoro, hamma butun respublika bo'yicha kontaktlarimiz bor. Ularga kattadan katta minnatdorchiligimizni bildiramiz, butun jamoamiz bilan birga charchashmasin. Har doim shu 28 Petel mahsulotlarini kutib qolamiz. Da aytishadiki, sizlarga nima foyda? Ular qanaqadir shu bizni qanaqadir pul olamiz deb o'ylashadi. Aytmoqchimanki, bizni nima deydi? Pulga nisbatan yuqori turadigan foyda olamiz. Mana o'zingiz tasavvur qiling. Shu men to'qigan narsada o'zimni mahoratimni, vaqtimni sarf qildim-da. Shuni to'qidim-man. Agar shu men to'qigan kiyimcha kichkinagina bitta jajjin bolani umrini saqlab qolishga ozgina bo'lsa ham doktorlardan kelgan, to'g'rimi? Yordam bersa, endi bundan katta qanaqa foyda bo'lishi mumkin? Tushunasizmi?